Turkiy dunyo tarixi va islom sivilizatsiyasi taraqqiyotida muhim o'rin tutadigan Qoraxoniylar sulolasi merosini o'rganish, uning madaniy va ma'naviy ahamiyatini yoritish maqsadida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida nufuzli xalqaro anjuman o'tkazildi. Hozir shu haqda. Konferensiya mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, Qoraxoniylar davrida barcha turkiy xalqlar yagona davlat bo'lib birlashgani alohida e'tiborga olingan. Bundan tashqari o'sha davrda hukm surgan tinchlik, uning natijasida mamlakatda kechgan bunyodkorlik va taraqqiyot bugungi davr uchun ham namuna bo'la oladi. Ushbu konferensiya turkiy xalqlarni madaniy gumanitar jihatdan yana bir karra yaqinlashtirdi deyish mumkin. Turkiy davlatlar tashkiloti Turkiyib tashkilotining 8-assambleyasi doirasida Toshkentda o'tkazilayotgan yirik yig'inlardan biri. Bu anjuman bizni nafaqat tariximizni o'rganish, balki bugungi kunimiz, hamkorliklarimiz, til, madaniyat, adabiyot, merosimizni o'rganish bilan bog'liq masalalarni qo'lyozma manbalar asosida o'rganish va shuningdek olimlarimizning integratsiyasini kuchaytirishga qaratilgan masalalarning muhokamasiga bag'ishlangan. Anjumanda bu davr Yusuf Xosxojib, Mahmud Koshg'ariy, Ahmad Yassaviy va Ahmad Yugnaki kabi buyuk mutafakkirlar yetishib chiqqan ma'rifat davri sifatida alohida e'tirof etildi. Ular yaratgan asarlar turkiy madaniyat va merosining durdonalari bo'lib qolishi ta'kidlanib, uni kelajak avlodga mukammal holatda yetkazish masalalari ham muhokama qilindi. Yusuf Xosxojibning bo'lgan saodatga yo'llovchi bilim degan asar bor. Bu didaktik asar emas. Bu asrda mana shu asar Qoraxoniylar davriga oid bo'lgan ham tarix, ham o'sha davrdagi til haqida bizga to'laqonli bir ma'lumot bera oladigan asar sanaladi. Qoraxoniylar mana shunday asarlarning yaratilishi uchun sharoit yaratib bergan edi ular. Bu davlatda tinchlik hukmronlik qildi. Asarlar yozishga imkoniyat yaratildi. Endi agar jangu jadallar bo'lib turadigan bo'lsa, u yerda hech kim ijod qila olmaydi. Mana shunga o'xshagan jihatlarni Qoraxoniylar o'sha davrda demak shakllantirdi. Ilmiy amaliy konferensiyada Turkiy universitetlar ittifoqiga a'zo 50 dan ortiq universitet rahbarlari hamda 100 dan ortiq tarixchi, sharqshunos, turkolog, filolog va adabiyotshunos olimlar ishtirok etdi. Qoraxoniylar davri ilk Qur'on tillarimizga tarjima qilingan davr edi. Bu biz uyg'onish davri deb ataydigan o'sha sivilizatsiyaning boshlanishi edi va o'shanda buyuk allomalarimiz yetishib chiqqandi. Ta'lim orqali esa tilimiz, adabiyotimiz, ilm-fanimiz rivojlana boshladi. Shu bois ham bu davr tariximizda muhim voqea sanaladi. Jonajon shahrimiz Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan bu kabi tadbirlar esa davlat rahbarlarimiz, jumladan alloma va boshqa arboblarimizga ko'rsatilayotgan e'tiborni yana bir karra namoyon etadi. Naima Xurram va Husan Jumanazarov, Asadbek Abdusamatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.